Agarda ingliz tilini noldan boshlaganimda shu ishlarni qilgan bo'lardim. Salom do'stlar, bugun ingliz tilini noldan bepulga o'rganish haqida gaplashamiz. Nimaga bepul? Chunki sizga faqat telefon va internet kerak bo'ladi. Demak, boshladik. Ismim Humoyun Mahmudjonov, SAT makonda men SAT English teacher bo'lib ishlayman. Oxirgi 2 yilda o'quvchilarim SAT ni 1590 gacha olishgan. Bizda yana 790, 780, 740, 730 olgan o'quvchilarimiz bor. O'zim esa Duke Kunshanga full tuition bilan kirganman. Lekin hozirgi kunda SAT makonda ingliz tiliga tayyorlanyapman. Meni har doim qiziqtiradigan savol, qanday qilib yosh bolalar yangi tilni o'rganadi? Ya'ni ota-onasidan, qarindosh urug'laridan eshitadi, dunyoni ko'radi va yaxshi yomon so'zlarni o'rganadi. Javob oddiy ekan, bu listening. Ya'ni yosh bolalar 2, 3, 4 yoshgacha faqat eshitadi va undan keyin esa gapirishni boshlaydi. Xuddi shu konsept, ya'ni xuddi shu metodika ingliz tili o'rganishda ham ishlatsa bo'ladi. Ya'ni birinchi etapda siz faqat listen qilishingiz kerak, ya'ni eshitishingiz kerak. Ikkinchi etapda esa reading qilasiz. Yangi narsalarni o'qiysiz, so'zlarni o'rganasiz va undan keyin esa writing va speaking. Nimaga men speakingni oxirgi etapga qo'yapman? Chunki yosh bolalarda bu ikkinchi etapda keladi, to'g'rimi? Speaking ingliz tilini kuchaytirish uchun sizga kimdir yordam berishi kerak bo'ladi. Nimaga? Chunki gapirayotgan gapingizni biladigan, ingliz tilini biladigan odam sizga feedback berish kerak. Yaxshimi, yomon gapiryapsizmi? Albatta, o'zingizni rekord qilsangiz bo'ladi, telefoningizda diktafonni olib, lekin uzoq proses. Shunaqa qilib birinchi etapda nimani eshitishingiz kerak? O'quvchilarim shu savolni bergan edi. Men har doim tavsiyam bu multfilmdan boshlash. Mr. Humoyun, men yosh bola emasman-ku, nimaga multfilmni ko'raman deyishingiz mumkin. Lekin multfilmda, ingliz tilida multfilmlarda juda ham sodda va oddiy language-ni, ya'ni tilni ishlatadi. So'zlari hammasi tushunarli bo'lishi kerak. Sizga tavsiyam Svinka Peppani va shunga o'xshash boshqa ingliz tilida bo'lgan multfilmlarni subtitrini yoqib olib o'rganish. Ya'ni siz multfilmni yosh bola bo'lganingiz uchun emas, siz multfilmni ingliz tili o'rganish uchun ko'rasiz. Chunki xuddi o'sha multfilm ingliz tilini yaxshi bilmaydigan yosh bolalar uchun yaratilgan. Kunida 1 soat, 2 soat vaqtingizni ketkazsangiz, 1 oyda yaxshi natijaga erishsangiz bo'ladi. 1 oydan keyin esa jiddiyroq kino va seriallarni ko'rsangiz bo'ladi. Masalan, Mentalist va Dr. House. O'zim ingliz tilini o'rganayotganimda rosa ko'p ko'rganman. Mentalistda 7 ta sezon bo'lsa, har bittasi 25 tadan epizod. 25 ta epizod bu degani 1 soat 45 minut 1 soat. Tasavvur qiling, birinchi sezonda ingliz tili aksentini, ya'ni amerikancha aksentini tushunmasligingiz mumkin, lekin ikkinchi sezonda, 3-sezonda yaxshi tushunishni boshlaysiz. Butun serialni tugatganingizdan keyin уже kamida intermediate darajaga yetgan bo'lasiz. Siz ham Garvard, Oxford, Stanford kabi top universitetlarga grant yutishingiz uchun SAT sertifikati kerak. SAT ni esa eng yuqori natijani qo'lga kiritgan ustozlar va eng qulay lokatsiyalarda, ya'ni SAT makonda o'rganishingiz mumkin. Agarda siz ham shunday yuqori natijalarni qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga bog'laning. Endi esa keyingi etapga o'tamiz. Keyingi etap esa reading. Nima deb o'ylaysiz? Readingni kuchaytirish uchun nimadan boshlash kerak? Bolalar kitoblaridan. Nimaga bolalar kitoblaridan? Chunki ular har xil kartinkalarga to'la, hamma ishlatadigan so'zlari juda ham oson, oddiy. Albatta siz Murphy va Roundup degan kitoblarni, grammarni ham o'rgansangiz bo'ladi, parallelni. Lekin oddiy bolalar sodda kitoblardan tavsiya qilaman. Kutubxonaga borsangiz juda ham ko'p. Xuddi shunaqa, ya'ni Svinka Peppa degan multfilmlar bilan reading o'qiysiz. 1 oydan keyin esa jiddiyroq kitoblarni o'qisangiz bo'ladi. Qanaqa kitoblar? Masalan, 1984. Juda ham qiyin tuyulishi mumkin boshida, lekin 20 ta 30 ta sahifadan keyin yaxshi tushunishni boshlaysiz. Albatta, yangi so'z o'rganganingizdan keyin hammasini tarjima qilishingiz kerak va o'rganishingiz kerak bo'ladi. Space repetition texnikasi bilan. Nimaga? Chunki bu juda ham, nima deydi, vaqt ko'p ketadi. Kamida yarim yil sizda ketadi, agar intermediate darajaga chiqaman desangiz. Va o'sha yarim yil davomida nimaga ko'p odamlar undan ko'ra kursga boraman deydi? Chunki disiplina va bu ishni qil bugun, ertaga bu ishni qilasan deydigan odam bo'lmaydi ularda. Yashash uchun kurash deymiz-ku. Shu yashash uchun kurash bizda til o'rganish bilan boshlangan. Agarda biz yosh bo'lganimizda til o'rganish uchun shuncha harakat qilgan bo'lsak, nimaga unda hozir ingliz tili o'rganayotganimizda o'zimizni erinchoqlik va boshqa yomon xususiyatlarimiz bilan kurashmaymiz? O'ylab ko'ring. Videoni boshida aytib o'tganimdek, ingliz tilida gapirish uchun sizga grammarni bilish shart emas. Lekin ingliz tilida yozish uchun sizga grammar juda ham kerak. Agarda siz 3-4 oyda listening qilib va reading qilib, o'zingizni fundament, ya'ni bazingizni kuchaytirsangiz,
grammarni o'rganish, ya'ni present simple, past simple, conditionallarni, hamma shu mavzularni o'rganish ancha oson bo'ladi. Grammarni o'rganish bo'yicha YouTube videolarini ko'rsangiz bo'ladi. Juda ham ko'p materiallar bor. Murphy, agarda exercise qilaman desangiz, Roundup va shunga o'xshagan boshqa Google dan, YouTube dan topsangiz bo'ladi. Hammasi bepul, hammasi bepul. Shunaqa qilib ishlating. Endi esa speaking haqida gaplashamiz. Speakingdan avval sizga ingliz tilini biladigan sherik kerak bo'ladi. Agarda sherikingiz bo'lmasa, unda telefoningizda diktafonni ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, diktafoningiz bor. Keyin esa o'zingizning darajangizga to'g'ri keladigan mavzularni topishingiz kerak bo'ladi. Bu jarayonda o'zingizning darajangizni bilmasligingiz tabiiy. Shuning uchun online English Check har xil Google platformalarini ishlatib ko'rsangiz bo'ladi. O'zingizning levelingizni bilganingizdan keyin o'shanga to'g'ri keladigan mavzularni tanlaysiz. Xo'p, endi diktafoningiz bor va mavzularni ham tayyorladingiz. Endi diktafoningizni yoqib, o'sha mavzudagi savollarga javob berishni boshlaysiz. Agarda keyin eshitganingizda qanaqadir xatolarni topadigan bo'lsangiz, unda zo'r, tabriklaymiz. Shunaqa xatolarni topib va xatolarni to'g'rilaganingizdan keyin esa ingliz tili speaking darajangiz yuqori 7-7,5 darajaga chiqadi. Agarda bu video foydali bo'lgan bo'lsa, do'stingizga yuborib qo'ying va izohlarda o'zingizning fikringizni bildirib keting. Like, podpiska. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.